El-Halim. Ey cazalashqa aldırab ketmeydiğen Allah, meni ushtum tut cazalama. Xatalıqlarımga tövbe qilishqa manga fursat bergin. Meni samimiy tövbega muyassar qilmasdan qabzoroq qilma. Meni tabiati qo'pol, qalbi yirik, tili sho'r kishilardan qilma. Gunohlarga cho'mgan, sana isyon qilgan bandalarga muhlat berishing sening halimligingdir. Meni muhlatingni o'tkazib o'tkuchilardan qilma. Sening halimliking ojizlikdan emas, balki azamating va ulug'liqingdandir. Manga ig'ir besiq, tamkin xuluq ato qilgin. Manga do'stlarga mehrlik, dushmanlarga qahrlik bo'lishni nasib qil. Ovozliq kitob Abdi Tali